Shu videoni izohiga eng ko'p komment yozgan ikkita obunachimiz kartasiga 100 ming so'mdan klik qilib beraman. Shuning uchun kommentni portlatamiz. Jasurbek, Assalomu alaykum. assalomu alaykum va alaykum assalom. Farg'ona infoda ochganingizga mana salkam 2 oy, 3 oy bo'ldi. 40 ming ta obunachi yig'dingiz. Buni qanday bu amalga oshirdingiz? Aka, avvalambor xush kelibsiz ofisimizga. Rahmat. Meni o'zi asosiy kasbim marketing, SMMchi bo'lganim uchun Instagramda omadli bekat, Farg'ona tezkor profillarni samarali ko'tardik. Mana hozir ofisda o'tiribmiz Farg'ona tezkorda. O'zimda ham ozgina shu blogerlikka qiziqish bo'lgani uchun Farg'ona info qilib ochganman va hech qanaqa nakrutka botlarsiz jonli auditoriyamizni xudo xolasa to'g'ri strategiyalar asosida yig'ib kelyapti. Kadr orqasidagi qahramon. Shunaqaroq. Farg'ona tezkorni taniydiganlar bo'lsa, Farg'ona tezkorni manfaatli videolarni chiroyli qilib olib beradigan Jasurbek bo'lar ekan. Farg'ona info o'z nomi bilan yangiliklari qatdan bilasiz siz o'zingiz, biz o'zimiz ham bilmay qolyapmiz farg'onalik bo'lib. Endi bizda shunaqa obunachilarimiz borki, nimadir yangilikni bilib qolsa, mendan oldin qaysi obunachi bilsa, sraz direct yozishadi. Telegramda kanallar bor, ana chetlarda Farg'onadagi konsertlar boshqalar berib boriladi. O'shalardan olib qo'yib turamiz. Asosan lekin auditoriyamiz qo'llab-quvvatlaydi bizni. Farg'ona info Instagrami sizga qanaqadir daromad keltirishni boshladimi? Aslida bu kanalni men qiziqish uchun ochganman. Men daromadim va kiyim do'konlar bor, bitoy texnikalar bor. O'shalarni Instagram profilini yuritish orqali yoki Farg'ona tezkorda yuritish orqali daromad topaman. Men bu sohada blogim orqali daromadga qiziqmaganman, lekin keltiryaptim. Siri bo'lmasa hozir oylik daromadingiz? Hammasini aytish noto'g'ri-yu, bor yana $1000 tepadi. Men lichni o'zim profilimni yurg'izmoqchiman. Siz mening profilimni yurg'izib berish uchun necha pul to'lashim kerak bo'ladi? Bu profilni qanaqaligiga bog'liq, qancha paytga shartnoma qilishimizga qarab summa aytiladi. Eng minimal summamiz $400 dan boshlanadi. U $400 ga qancha vaqt ichida ketadi? 1 oylik. 1 oyligingiz $400. 1 oylik xizmat haqimiz $400. Farg'ona tezkor aqlli bekatdan tashqari qaysi proyektlarni yurg'izib bergansiz? Oltin raqam uz degan Instagram profili bilan 1 oylik shartnoma qildik. 64 ta obunachisini 1 oyda salkam 8000 taga olib chiqdik. Bundan tashqari O'zbek Invest sug'urta kompaniyasi noldan ochilib turib, 2 oy oralig'ida 2000 ta jonli obunachi bo'lgan. Bitoy texnikada ham shu 50 ta obunachisi bor profilda ochib turib 5000-6000 tagacha qildik. Shunaqa. O'zingizni akkauntingiz yoki o'zingizni biznesingizni yurg'izmoqchi bo'lib, lekin o'zingiz marketolog topa olmayapsizmi? Jasurbekga bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Har doim obunachilaringizga hadya yoki bir narsalar ulashib yurasiz. Biz intervyumizni ko'radigan obunachilarga nima berasiz? Aynan shu videoni izohiga eng ko'p komment yozgan ikkita obunachimiz kartasiga 100 ming so'mdan klik qilib beraman. Shuning uchun kommentni portlatamiz. Bloger bo'lmoqchi bo'lganlarga bitta maslahat bering. O'zimdan kichkinalarga bitta maslahatim shuki, qaysi sohaga bo'lish mumkin, qassobchilik bo'lish mumkin, sartarosh sizga o'xshab bitta yaxshi ustoz topinglar. Ana shunda sizlar ustozingiz bosib o'tgan masofaga tezroq borasizlar. Chunki haligi yo'lda qiyin, past, balandi bor. Ustoz u bosqichdan o'tib bo'lgan bo'ladi-da, sizni o'sha joydan tezroq olib chiqib ketadi. Savollarimizga samimiy javob berganingiz uchun katta rahmat. Ishlaringizga omad. Sog' bo'ling.